Voy, bolalar taktikani qilib ko'ringlar. Voy, umatim keldi. Salom hammaga. Sizlar bilan Blaze. Bu videoda Buldropdagi zo'r taktika ko'rsataman. Birinchi bo'lib bu taktikada любой bitta arzon case ochamiz. Masalan, men проклятое варево ochdim. Bu taktikadagi eng muhim narsa biz ikkita sleeve qilishimiz kerak. Buldropni aldab, keyingi qimmatroq case'imizni yaxshi narsa berish uchun. Sizlarga maslahatim проклятое варево ochinglar. Chunki bu yoqda minus bo'lsa ham ozgina kamroq minus bo'ladi. Ja ko'p oshib ketmaydi. Xo'sh, ikkinchi case'imizni ham ochib oldik. Ko'ramiz. Menimcha bu o'kib emas. Nuda o'kib emas. Xo'p, nima ham qilardik? Uchinchi case'imizga o'tib olamiz. Agar bu o'kib bo'lmasa, qimmatroq case'imizni ochamiz. Men o'zim проклятое varevani ochdim hozir. Sizlarni bilmadim. Arzonroq case ochaveringlar sizlar, xohlasanglar. Xo'sh, uchinchi case'imizni ko'ramiz. Bu o'kib emas, minus. Mayli, xafa bo'lmaymiz. Endi qimmatroq case'imizni ochamiz. Ya'ni хрустальное пророчество. Xo'sh, kiramiz. Высокий риск. Qo'lni bosib qo'yamiz albatta omad uchun. Qani, bo'lmasam bosamiz. Bolalar, agar taktikamiz o'xshasa, sizlar ham albatta takrorlab ko'ringlar. Qani, necha ekan? Voy, 379 bolalar. Voy, 379 gollar tushdi. Bolalar taktikani qilib ko'ringlar. Voy, umatim keldi. Oxirigacha ko'rganlarga rahmat kattakon. Hammaga xayr.